Hammamiz pul uchun shu ishlarni qilmayapmizmi? Pul bilan hamma narsani sotib olaman deb o'ylayapsanmi? Adashyapsan. Pul bilan yeydigan narsani sotib olishing mumkin, lekin ishtahani sotib ola olmaysan. Dori sotib olishing mumkin, lekin sog'likni sotib ola olmaysan. Kitob sotib olishing mumkin, lekin ilmni sotib ola olmaysan. Quvonchni sotib olishing mumkin, lekin xursand bo'la olmaysan. Pul bilan ishingni qildiradigan odamlarni topishing mumkin, lekin do'st topa olmaysan. Xullas, pul bilan hamma narsani qobig'ini sotib olishing mumkin, lekin mag'zini sotib ola olmaysan. Hammamiz pul uchun shu ishlarni qilmayapmizmi? Pul bilan hamma narsani sotib olaman deb o'ylayapsanmi? Adashyapsan. Pul bilan yeydigan narsani sotib olishing mumkin, lekin ishtahani sotib ola olmaysan. Dori sotib olishing mumkin, lekin sog'likni sotib ola olmaysan. Kitob sotib olishing mumkin, lekin ilmni sotib ola olmaysan. Quvonchni sotib olishing mumkin, lekin xursand bo'la olmaysan. Pul bilan ishingni qildiradigan odamlarni topishing mumkin, lekin do'st topa olmaysan. Xullas, pul bilan hamma narsani qobig'ini sotib olishing mumkin, lekin mag'zini sotib ola olmaysan. Hammamiz pul uchun shu ishlarni qilmayapmizmi?